Taklif etilayotgan yana bir muhim o'zgarish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 96-moddasiga taalluqlidir. Mamlakat prezidenti turli sabablarga ko'ra o'z vazifasini bajara olmaydigan vaziyat yuzaga kelgan taqdirda ushbu moddani turlicha talqin etishga yo'l qo'yilmaslik maqsadida uning yangi tahririni quyidagi mazmunda bayon etish taklif qilinadi. Mamlakatning amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkaziladi. Buni ham to'g'ri qabul qilishingizni men so'rayman. Nima deganda, bu yerda bir oddiy bir takror etaman, demokratik davlatlarda keng tarqalgan yo'li ayni shu. Fransiyada ayni shu yo'li bor. Agarki tasodifan prezident o'z vazifasini bajarishga turli sabablar bo'yicha qurbi yetmasa, yana tushunmovchilik paydo bo'lmaslik, tortishuvlar paydo bo'lmaslik, qabilalar prezident lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz. Bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini, unaqa narsalarni olib berib bizlarda bunaqa qoldiqlar bor, ayolda bor. Nima uchun prezident bo'lib ana u oblastdan, nima uchun bosh vazir bo'lib ana u oblastdan kelib o'tiribdi. Bular nima uchun bu yerda o'tiribdi? Nima uchun bizlardan vakillar yo'q degan gaplar ham men o'ylaymanki, bugun zamonni tushunmaydigan, o'rta asrda davrida hayoli yurgan odamlar ham bor. Shu nuqtai nazardan ayni mana shunaqa modda kerakki, hammasi aniq ravshan konstitutsiyada belgilab berilishi kerak. Hech kim bu davlat degan, buyuk davlat degan O'zbekistonni og'ir ahvolga tushirishga haqqi yo'q. Shu kunlarda barchamiz birgalikda yuragimizda chuqur dard bilan o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan og'ir judolikni boshimizdan kechirmoqdamiz. Nuroniy oqsoqollarimiz, mo'tabar onalarimiz va opa-singillarimiz, yosh yigit va qizlarimiz, 32 millionli butun O'zbekiston xalqi, xorijiy mamlakatlardagi ko'p sonli do'stlarimiz, buyuk davlat va siyosat arbobi, mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni cheksiz qayg'u bilan so'nggi yo'lga kuzatdilar. Shu fursatdan foydalanib, aziz Islom Abdug'aniyevichning rafiqalari hurmatli Tatyana Akbarovnaga va aziz singlimiz Lola Islomna va yaqinlariga barchamizning nomimizdan yana bir bor chuqur ta'ziya bildirishga ruxsat bergaysizlar. Vaqt va hayotning o'zi Islom Abdug'aniyevich Karimovning, zamonamizning ulug' siyosatchisi, uzoqni ko'radigan va strategik fikr yuritadigan shaxs. Dunyoda va turli mintaqalarda yuz berayotgan o'ta murakkab voqea hodisalarning mohiyatini davlatchilik nuqtai nazaridan ko'ra bilish qobiliyatiga ega bo'lgan, o'z yurti va xalqi uchun, har bir vatandoshimizning taqdiri uchun ulkan mas'uliyat tuyg'usini chuqur his qiladigan atoqli rahbar ekanligini har tomonlama tasdiqladilar. Zamonaviy O'zbekistonning tarixi bu mamlakatimizning haqiqiy mustaqillikka erishish yo'lida Islom Abdug'aniyevich Karimov rahnamoligida olib borilgan o'ta murakkab va og'ir kurashlar tarixidir. O'ylaymanki, bugungi majlisda qatnashayotgan har bir inson shu zalda buyuk yo'lboshimizning ruhi va nafasini sezib turibdi. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining o'lmas g'oyalari, fikr ko'rsatmalari bizning qalbimiz va ongimizda shunday chuqur singib ketganki,
ular bizning kelajak sari qat'iyat bilan borishimizda barchamizga doimo tayanch va suyanch bo'lishi muqarrardir. Bugun biz xalqimizning ishontirib, baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar, maqsad vazifalarini so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farzdir.